Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida oddiy zahmatkash odamlar oilasida tug'ildi. O'rta maktab ta'limini olgach, Muhammad Yusuf Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi va uni 1978-yilda bitiradi. Uning dastlabki she'rlaridan namunalar 1976-yilda O'zbekiston madaniyati haftalik sahifalarida chop etilgandi. Muhammad Yusuf 1997-yildan e'tiboran O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari etib tayinlanadi. Shundan keyin shoirning Bulbulga bir gapim bor, Iltijo, Uyqudagi qiz, Halima enam allalari, Ishq kemasi, Ko'nglimda bir yor, Bevafo ko'p ekan, Yolg'onchi yor, Erkak kiyik, Osmonimga olib ketaman singari o'nlab she'riy majmualari o'quvchi qo'liga yetib bordi. U yirik poetik janrlarga ham murojaat etib, Osmonning oxiri, Qora quyosh singari dostonlar yaratdi. Istiqlol yillarida erishgan yuksak ijodiy yutuqlari uchun Muhammad Yusufga 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. Milliy san'atimizning eng yirik va iste'dodli vakillaridan tortib, havaskor qo'shiqchilarigacha shoir she'rlarini kuyga soladilar. Afsuski, Muhammad Yusufning umri qisqa bo'ldi. U 2001-yilning 31-iyulida 47 yoshda Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumaniga qilingan ijodiy safar chog'ida yurak xurujidan vafot etdi. Biroq bu umr bir dilbar shoirning tug'ilishi, kamol topishi, o'zini voyaga yetkazgan yurt va millatiga samimiy va ixlos ila xizmat qilib, ortidan yaxshi nom qoldirish uchun kifoya qildi. Rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i. Izlama hech qanday tashxis u malham, tobora avjlanar dardning o'chog'i, yetalmasam kerak Toshkentgacha ham. Tek qo'y qo'zg'atmagin vujudim og'rir, Ellikqal'a degan yurtda ne gunoh, vatanning sharqida tug'ilib oxir g'arbida o'lmoqni bitibdi Alloh. Ig'vo tarqatmanglar maza bemaza, mabodo yuz bersa biror bir korxol, Toshkentda ochmasin hech qanday aza. Sim qoqing Abdulla Orifga darhol. To'xta aytib qolay, jon pishmasidan hammasi joyida, sef, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha stolim chap tortmasida bir shoir yigitning qo'l yozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida, shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti. Suv ber bir qultum. Ruh uzun ulfati jondan toymoqda. Oh, ota bo'lib men nima ham ko'rdim. Yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. 4 bolamdan birin menda ko'ngli yo'q. Nima qilay axir Xudoyim aytsin, Nazira o'gaymas, uning o'g'li yo'q. Bobriga aytinglar, Darxonga qaytsin. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rosti ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot Robbim menga shunday dard berdi. Taqdirim bo'ldimi lola qizg'aldoq. Jonsiz jigarimga botmoqda tikan, qoraytirib borar yuzlarimni g'am. Aslida she'rlarim peshonam ekan, to'yin ko'rolmadim qizlarimni ham. O'lsam 3 qizimga bo'ladi og'ir, ehtimol ular ham qilishar toqat, yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech himmatingiz, o'zin ado qilar jonini ya, ayting sekingina Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat necha bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham, menga havo yetmas jon toraydimi? Buncha xayolladi Azroil ham. Kelishin kutamiz endi nachora, bir shoir jonida intiqomi bor. Aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Nima bo'lar-a? Rektorga borgin, bir iltimos qilgin uchrab o'ziga, tegsa tegibdi-da yordami axir. Muhammad Yusufning bitta qiziga. Ana kelayotir ajal pishqirib, uzmoq bo'lar rizqi saodatimni, qaysi bir so'zimda olar ish qilib. Aytib qolayin-da shahodatimni.